Hürmetli radyo anlıqçılar, əmdi Nurali ablanızın bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Demektir. Adam bu dünyada neçe 10 yıl mevcut bulup turganlık üçün yaşaydı. Adam yaş vaxtida bu dünyada cheksiz vaqti bordek o'ylab, vaqtni xohlagancha isrof qiladi. Qerib, vaqti qolmaganligini his qilgan chog'larda vaqtning qadriga yetadi. Ammo bu chog'da onli burun kechikkan bo'ladi. Burungi zamonda yashab o'tgan arboblarning hammasi vaqt boshqarish mohirlari edi. Shularning ishidagi biri
100 Amerika dollarga surati besilgan Benjamin Franklin. Uning vaqt boshqurishi hammani qoyil qiladi. Ammo ko'p qism kishilar sodir qiladigan bir savallik bor. Vaqt boshqurish tilga ilinsila, ularning kallasiga turli vaqt o'rinlashtirish planlari keladi. Har xil buyuk nishonlarni tiklaydi. Balkim siz bu ta'tillik planingizni tuzib bo'ldingiz. Soat 7da o'rningizdan turib, soat 9gacha 2 soat ingliz tili o'rganmoqchi. Soat 9dan 12gacha topshiriq ishlamoqchi. Planning o'zi nihoyat yaxshi. Lekin ijro qilishga kelganda, balkim soat 10da o'rningizdan turib qilishingiz, ondan kompyuterning oldiga bir kelgan bilan kunni kech qilib o'tishingiz mumkin. Ba'zida bir ishni qilish niyatiga kelib bo'lganda to'g'ri chiqingiz yoki undidor o'yinig'ingiz kelib ketganlikdan nishoningizni amalga oshira olmay qattiq azoblanishingiz mumkin. Shunga plan tuzish vaqt boshqarishning bir qismi. Ammo eng muhim qismi emas. Bevosita plan tuzish orqali vaqtni unumli boshqarish maqsadiga yetmoqchi bo'lish, doktorxonaga berib kasalni tekshirtmayla bevosita resept yozdirganga o'xshaydi. Ilgari vaqtni qanday isrof qilganingizni bilmay turib, kelgusidagi vaqtingizni unumli ishlatishingiz mumkinmi? Shunga vaqt boshqarishga qaraganda vaqt xotirlash texmi unumli bo'lishi mumkin. Vaqt degan bu narsa bakli abstrakt. Vaqt oltindan qimmat degan gap bor. Men vaqtning qimmatli ekanligini texmi ta'kidlash uchun vaqtni pul qatorida xotirlab mangdigan bir usulni qo'llandim. Men odatda kirim-chiqim ahvolimni astoydil xotirlab mangaman. Noshtalık, tushlik tomoq, kechki tomoq, chosh yostish qatorliq chiqimlarimni hatto 50 tiyinga qadar inchki hisoblab, har oylikni Excel hujjatiga xotirlab qo'yman. Har bir chiqimni diagrammaga kirgizib, chiqim qanchalik eshib ketdi, qaysi turda eshib ketdi, hammasini aniq bilib turman. Bu hargizmi bexilligimdan emas. Men faqat pulning nega ketganligini bilib turmoqchi. Bo'lmasa hilil parchalangan 100 yuan pulingiz birdamdala tugab ketganda nega ketganligini bilmay qolgan ish bo'ladi. 34 tillik vaqt boshqarish usulida vaqtni xuddi pulga o'xshash aniq xotirlanib qoladi. Buning prinsipi nihoyat oddiy. Attigan soat 7da o'rningizdan turib, kech soat 12da uxlasangiz, oraliqda 17 soat uyg'oq turgan bo'lasiz. Her yarım saatni bir numar deb hisoblaganda jami 34 numar bo'ladi. Ya'ni 34 tilla degan gap. Her kuni kechda bu 34 tillani qanday xarjlaganligingizni hisoblab baqsangizlar, bir kun ichida nimalarni qilganligingizni, bir kunlik vaqtingizni nima ishlarga sarf qilganligingiz, vaqtdan unumli foydalandingizmi yo'q, hammasi mana men deb chiqib turdi. Mana bu mening bu bir yil ichida shuncha ko'p ishlarni qilib bo'lganligimning muhim bir sababi. Ba'zilar so'rash mumkin. Nimishqa soat 7da qo'pimiz, 8da qo'psaq bo'lmamdi? Bo'ladi. Ondaqda 32 tilla pulingiz bor degan gap. 9da qo'psaqchi, ondaqda 30 tilla. Yarım saatni bir-birlik qilishning sababi bo'lsa, yarım soat vaqt ko'p qism kishilarning bir qism xizmatlarini tamomlab bo'lishiga yetadi. Boshqacha aytganda, agar siz 4 soatlik bir xizmatni tugatmoqchi bo'lsangiz, yarım soat vaqt bu xizmatga kirishning tayyorligini bitkazishingizga yetadi. Yarım soat ichida o'zingizni o'rindiqqa rasmiy joylashtirib, yozishga kirishib ketsangiz, xili uzoqcha medirlamay o'ltirib yoza olasiz. Navoda u yoqqa bir qarab, bu yoqqa bir qarab, birdam mikroblokka chiqib, birdam do'stlar chambarigini ichib yursangiz, ishonamanki hargiz xizmat holatiga kirib bo'lmaysiz. Her yarım saati bir qatim to'xtab, xotirlab menishning hojati yo'q. Men har kuni uxlashdan burun 5-10 minut vaqt ajratib xotirlayman. Ba'zida 2-3 kun, hatto biror haftagacha unutib qolsammi, yana yarım soat vaqt chiqarib, astoydil o'ylab, to'liqlab xotirlab qo'yaman. Agar kechda xotirlayotgan chog'da qilgan ishingizni faqatla asyolmasangiz, undaqda qanday qilasiz? Undaq bo'lsa keskinlik bilan isrof qilingan vaqt qatorga xotirlang. Agar siz shu vaqtni yuqori unumli xizmat qilish, berilib o'rganish bilan o'tkazgan bo'lsangiz, hargiz unutib qolmaydingiz. Agar shu vaqtni xo'shal-xo'ram o'ynash, saboqdoshlar yig'ilib birga tomoq yeyish deganda ko'ngillik ishlarga sarf qilgan bo'lsangiz-mi, unutib qolmagan bo'lardingiz. Qanday ishlar esingizda qolmaydi? Qilgan ahamiyatsiz ishlaringiz, mikroblog o'ynab, to'rga chiqib o'tkazgan vaqtingizga keskinlik bilan qizil belgi ursangiz bo'ladi.
xotirlab bo'lgandan keyin tahlil qilaman. Men vaqtni 5 turga ayirib oldim. Bu 5 tur turmushdagi barliq ishlarni o'z ichiga olib ketalaydi. Birinchi tur ichilib o'ynagan vaqt. Ya'ni unumli o'ynash, xotirjam, g'am andishni unutgan holda rozimanlik bilan o'ynash. Bundaq vaqtga ko'k rangli belgi qo'yman. Masalan, do'stlar bilan yig'ilish, yor bilan uchrashish, har qanday bir odam bilan xo'shamlarlik ishlarni qilgan vaqtni. Shundaqla o'zimning chiniqish vaqtini mushu turga tava qilaman. Ba'zida kitob o'qish, kino ko'rishmi mening nazarimda yuqori unumli ko'ngil ichishga kiradi. Bu turdagi vaqtni xotirlashning eng cho'ng foydasi shuki, har kuni xo'shal-xo'ram yuradigan vaqtingizning oz emasligini bilib qolasiz. Yana biri orom olgan vaqt. Uxlagan vaqtmi shuning ichida. Men o'zim yolg'iz tomoq yegan, ishdan tushgandan keyin yo'lda o'tkazgan vaqtni orom olgan vaqtga tava deb qarayman. Chunki bu vaqtda yo yugurmaymiz, yo herib, yo tarlab yiqib ketmaymiz. Ba'zida yo'lda mang'ash musiqa anglabmi qo'yman. Men bundaq vaqtni yeshil rangda bo'yab qo'yman. Bu yeshil ranglarga qarabla shu bir kun ichida qanchalik energiya to'plaganligimni bilaman. Undan keyin majburiy ishlagan vaqtni qizg'uch seriq rangda bo'yab qo'yman. Masalan, oliy maktabda ba'zi darslarga chiqqingiz yo'q, lekin chiqmasangiz bo'lmaydi. Xizmatda ba'zi yig'inlarni ochqingiz yo'q, lekin ochmasangiz bo'lmaydi. Bularni majburiy xizmat qilgan vaqt qatoriga xotirlashga bo'ladi. Vaqt bakla subjektiv uqum. Men o'tgan 1 yil ichida majburiy xizmat qilgan vaqtimni eng qisqa chekka tushirishni o'rganib oldim. Bu nihoyat oddiy. Biror xizmatni qilg'ingiz yo'q, lekin shu maydonda bo'lmasangiz bo'lmaydi. Bundaq chaqlarda kallamda ba'zi plan loyihalarni tuzib, ba'zi ishlarni o'ylanib o'tiradigan bo'ldim. Bunda qilish orqali passiv vaqtni yuqori unumli xizmat vaqtiga o'zgartib bo'ladi. Undan keyin men eng yaxshi ko'radigan yuqori unumli xizmat vaqti. Kitob o'qish, o'rganish, shundaqla qimmat yaratqili bo'ladiganligi har qanday bir vaqt mushu kategoriyaga kiradi. Bu vaqtni seriq rangda bo'yab qo'yman. Eng qo'rqinchlisi qizil rang. Bu kechiktirilgan vaqt, qilchi ahamiyat yo'q ishlarga sarf qilingan vaqt. Masalan, do'stlar chamirgaga chiqib, o'z-o'ziga yurak berish, attiganda uyg'onib turibmi, o'rnidan qopmay, yarim soat yotgandan chiqmay ketish. Men uxlamayman emas, uxlayman. Oqshimi 6 soat, tushda 1 soat uxlayman. Uxlash vaqtim yetarlik. Lekin ba'zi do'stlar attigan soat 7 da uyg'onadi, lekin soat 10 gacha karvatdan tushmaydi. Oxiri yonposhlari telib, beshi og'rib ketganda amalsiz qopib ketadi. Bu vaqtni kechiktirilgan vaqt kategoriyasiga kirgizsangiz bo'ladi. Chunki hech ish qilmay o'tkazayotdingiz. Undan boshqa 3 soat o'ynaymiz deyishgan turib, bilib bilmay 6 soat o'ynab, 3 soat vaqtni behuda o'tkazayotgan bo'lsangiz, buni keskinlik bilan qizil rangda bo'ysangiz bo'ladi. Jumladan ahamiyatsiz o'tdi deb qargan har qanday vaqt mushu doiraga kiradi. Jadvalga birla qarasangiz, bir kunlik vaqtingizning qanday o'tganligi monumen deb chiqadi. Har xil rangli katakchilarni sanab baqsangiz bo'ladi. Yaxshi yeri, o'zingiz katakchi sizib o'ltirmaysiz. 34 tillik vaqt boshqarish usulining hujjatini tushirsangiz, analiz natijasini chiqarib beradi. Ba'zi vaqtlar butun sondan boshlanmaydi. Masalan, 8 dan 15 minut o'tgandan boshlab 8 dan 45 minut o'tguncha ma'lum bir ishni qilishingiz mumkin. Men bundaq chog'da taxminlashtirish usulini qo'llanib, soat 8 dan boshlab 8:30 gacha bu ishni qildim deb xotirlab qo'yman. Hech qis yo'q. Taxminan xotirlasangiz bo'ldi. Muhimi izchillik. Tafsilotiga ziyoda ahamiyat bermasingizmi bo'ladi. Excel jadvalining bir yaxshi tarafi shuki, har bir katakchiga nurg'un xat yoza olasiz. Men ba'zida munosib katakchiga biror parcha maqolni yozib o'taman. Masalan, yig'in ochgan bo'lsam, yig'inda nihoyat yaxshi mazmunlar o'tirib qo'yilgan bo'lsa, ta'sirotini yozib qoldirman. Shunga bu oddiy holatdagi vaqt xotirasi bo'lmasdan, qimmatli ta'sirotingizni xotirlab qo'yadigan xotir daftarma bo'la oladi. Har bir haftada bir qitim xotirlaganlarim ustida o'ylanib, yakun chiqarman. Bir hafta ichida qilgan ahamiyatsiz ishlarimni xotirlab qo'yman. Masalan, bir hafta ichida qaysi kitoblarni o'qidim, qaysi kinoni ko'rdim degandek. Ondan menga eng ta'sir qilgan, men eng ahamiyatli deb qaragan 5 ishni ayirib chiqaman.
Amaliyotda bu 5 ish mening bir haftalik natijam bo'lib qoladi. Mushu bir hafta ichida ahmoqon ishlarni xotirlash texmi muhim. Men ilgari nurg'un ahmoqon ishlarni qilgan. Telefonim hojatxonaga tushib ketgan. Qo'ymachiga qo'yilib ketgan, pasportimni yitirib qo'ygan ishlarim bor. Bularni xotirlab qo'ygandan keyin shunday xatoliklarni qayta sodir qilmasangiz bo'ldi. Lekin qiziq yeri, ko'p qism odamlar umrida o'xshash bir xatolikni takrorlaydi. Kunzi mundaq deydi. Donalar kunda 3 qitim o'zi haqida o'ylanadi. Savalliklarni bilib, qayta sodir qilishdan saqlanadi. Bir kun ichida nimalarga erishdingiz, nimalarni o'rgandingiz, bularni cho'qim bilishingiz kerak. Vaqt xotirsi bu jihatda sizga nihoyat unumli yordam bera oladi. Har bir haftada yuqori unumli xizmat qilgan vaqtimni 4 ga, kechiktirgan vaqtimni 2 ga bo'lib, ondan oldingi bo'limdan keyingi bo'limini ilib etaman. Chiqqan son mening bir haftalik mukofot vaqtim bo'ladi. Yuqori unumli xizmat vaqtini to'xtamay uzartish, kechiktirgan vaqtni davomli azaytish orqali o'zimga texmi ko'p mukofot vaqt chiqarib olaman. Ondan bu vaqtda Alvastila shahrini o'ynash degandek o'zim yaxshi ko'radigan ishlarni qilaman. Vaqt xotirlash orqali hayotimni nazorat qilib tura olaman. Sokrat nazorat qilinmaydigan hayot yashashga arzimaydi degan ekan. Odam o'zining nima ishlarni qilayotganligini bilib turishi, o'zini tushunishi kerak. Bularni vaqt xotirlashdan boshlasak bo'ladi. U odamga g'oyat zo'r muvaffaqiyat tuyg'usi berish orqali o'zini tizginlash kuchini oshiradi. Odamning nishonini amalga oshirolmasligining sababi amaliyotda o'zini tizginlash kuchining ojizligida. Halbuki o'zini tizginlash kuchi dal muvaffaqiyat tuyg'usidan keladi. Muvaffaqiyat tuyg'usi bo'lsa, turmush orbitasini xotirlab minishdan keladi. Biz qaltis Mario o'yinini o'ynagan chaqda o'zimizni tutib olish kuchimiz yuksak darajaga yetadi. Chunki ekranning ustungi bo'lumida nomer xotirlanib mangadi. Erishgan nomerga qarab bir xil muvaffaqiyat tuyg'usiga erishgili bo'ladi. Agar nomer xotirlanmaydigan ish bo'lsa, bir odam o'zi bilan o'zi to'xtamay yurgandek bilinib, birdandila zerikkan bo'ladi. Bu jadvalning muvaffaqiyat tuyg'ungizni kuchaytirishga foydasi bo'lishini umid qilaman. Vaqt xotirlash bizning yashaganligimizga isbot bo'la oladi. Mening o'tganki 1 yil vaqtim haqiqatan qaltis o'tdi. Har bir oy, har bir haftani qandoq o'tkazdim, nima ishlarni qilishga sarf qildim, hammasining munosabatlik xotirasi bor. Ba'zida isrof qilayotgan vaqtim ko'proq, orom olgan vaqtim ozroq bo'lib qolgan bo'lsa, jadvalga qarab tanishib oldim. Men o'zimni bir shirkat, vaqtimni bu shirkatning mulki deb bildim. Har haftada shirkatning tijorat ahvolidan yakun chiqarib turdim. Sizmi sinab beqing. O'zingizning iborat bu shirkatning tijoratini boshqarib beqing. Albatta ba'zilar so'rashi mumkin. Ali, agar sen bir shirkat bo'lsang, bizga yillik doklad berib baxmamsan? 2014-yilda shirkatning pulini nima ishlarga xarjlading? 1 yil 365 kun. 52 hafta 1 kun. 8760 soat. Bir kun 34 tilla. Jami 12410 tilla. Men bu pullarni nimalarga ishlatganligimni deb beralayman. Mana bu Nurali shirkatining yillik doklati. Men jami 1428 soat o'ynadim. 3695,5 soat orom oldim. Majburiy ishlagan vaqtim 24 soat. Men hozirgi xizmatimni bek yaxshi ko'raman. Qilayotganimning hammasi o'zim yaxshi ko'radigan ishlar. Majburiy xizmat qilayotgandek azoblanib baxmadim. O'tgan 1 yil ichida yuqori unumli xizmat qilgan vaqtim 2837,15 soat. Shundoq bo'lg'achqa 1 yil ichida dars o'tishning sirtida kitob yozish, app yasash, mamlakatning har qaysi joylariga berib nutq so'zlash qatorliq nurg'un ishlarni qilib oldim. Shundoq turibmi 775 soat vaqtimni isrof qilib yetibman. Bu 32,292 kun vaqt mikroblog o'ynash, o'rinlik qilib yetilish degandek ishlarga behuda isrof bo'lib ketdi. O'zingizning 1 yil ichida qanchalik vaqtni isrof qilganingizni bilamsiz? O'tgan 1 yilda sizni eng ta'sirlantirgan 10 ish qaysi? Siz faqat 3 ni deb berishingiz mumkin. Agar o'tgan 1 yildagi eng zo'r natijangiz nima deb so'rasam, eng ko'p bo'lganda 5 ni deb berishingiz mumkin. Nima degan qo'rqinchliq. Biz insonlarning as saqlash qobiliyatiga hargiz ishongili bo'lmaydi.
ishonamanki, vaqt xotirlash usuliga tayanib, har bir odam turmush sifatini texmi o'stira oladi. Tarixiy eni bo'lish lozim. Butun insoniyatning tarixini xotirlaydiganligimi shu sababdan bo'lsa kerak. Sizningmi o'zingizga tava vaqt tarixingiz bo'lishini umid qilaman. Mening vaqt tarixim dal 34 yillik vaqt boshqarish usuli. Sizningchi? Agar tirishish orqali taqdirni o'zgartirib bo'ladiganligiga ishonsangiz, undaqda sizni birlikda tirishishga taklif qilaman. Vaqtni xotirlab, yaxshi odat yetildirish orqali o'zimizni, taqdirimizni o'zgartiraylik. Nurali Obizning Xinjiang fan-texnika nashriyoti nashr qilib tarqatgan 1 yilingizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.